Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 28-iyundan 5-iyul kunlariga ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28 va 29-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. 28-iyunda ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatiladi. 30-iyundan 5-iyulgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 28-29-iyun va 1-iyulda vaqti bilan 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. 28-29-iyunda ayrim joylarda 20-22 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 28-iyunda 20-25 daraja iliq, 29-iyundan 5-iyulgacha 17-22 daraja iliq. Kunduzi 28-dan 30-iyungacha 28-33 daraja issiq, 1-dan 2-iyulgacha 30-35 daraja issiq. 3-5-iyul kunlari 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 29-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 28 va 29-iyun kunlari va 1-iyulda vaqti bilan 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. 28-29-iyunda 20-22 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 28-29-iyunda 22-27 daraja iliq, 30-iyundan 5-iyulgacha 20-25 daraja iliq. Kunduzi 28-iyunda 39-44 daraja issiq, 29-iyundan 30-35 daraja issiq, 30-iyun 5-iyul kunlari 32-37 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 29-iyunda Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 29-iyunda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda 20-22 metr sekund tezlikgacha yetadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 28 va 29-iyunda 22-27 darajа iliq, 30-iyundan 5-iyulgacha 20-25 daraja iliq. Kunduzi 28-iyunda 37-42 daraja issiq, 29-iyundan 1-iyulgacha 30-35 daraja issiq, 2-dan 5-iyulgacha 32-37 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 29-iyun va 1-iyulda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 28-29-iyun kunlari 23-28 daraja iliq, 30-iyundan 5-iyulgacha 20-25 daraja iliq. Kunduzi 28-iyunda 39-44 daraja issiq, 29-iyundan 1-iyulgacha 33-38 daraja issiq, 29-iyunda ayrim joylarda 40 daraja issiqqacha, 2-5-iyul kunlari 34-39 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 30-iyundan va 2-iyul kunlari qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq. Kunduzi 28-iyunda 35-40 daraja issiq. 29-iyundan 1-iyulgacha 30-35 daraja iliqqacha pasayadi. 2-5-iyul kunlari 32-37 daraja issiqqacha bo'ladi. Respublikamizning tog'olli va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. 30-iyun kuni ayrim joylarda kuchli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq. Kunduzi 28-iyunda 25-30 daraja iliq. 29-iyundan 5-iyulgacha 20-25 daraja iliqqacha pasayadi.
O'zingizdan so'rang. Xayr, salomat bo'ling.